Diqqat aholiga ajoyib xushxabar. Hozirgi kunda O'zbekiston hududida ish haqqi, pensiya va nafaqalar haqida to'liq ma'lumot berildi. Kech bo'lmasdan barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Hozirgi kunda O'zbekiston hududida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,155,000 so'm. Bazaviy hisoblash miqdori esa 375,000 so'm. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 428,000 so'm. Yoshga doir eng kam pensiya esa 834,000 so'm. Nogironlik pensiyalari, jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyasining eng kam miqdori 920,000 so'm. Mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nogironlik nafaqasi va bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa puli 920,000 so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarga beriladigan nafaqa puli 745,000 so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovlarni hisobga olgan holda 745,000 so'm deyiladi xabarda. Manba Huquqiy axborot kanali. Azizlar, ushbu xabar barchaga e'tiborishligi uchun like bosib tarqatishni unutmang.